Ha, bulola, tez. Ha, bu yoqqa. Bulola. Ha, endi keyin ko'rinishni olib ber. Bulola, tez. Siz kulibli yurishni yaxshi ko'ramsiz? Ha, yaxshi emasmi? Yaxshi. Nihoyat yaxshi. Biroq Siz ancha kulmamsiz? Men kulgan chaqda kishilarga bak yiqimliq ta'sir berdi ekanman. His qilmadingizmi? davatqiningіз dialogmi yoki mendan so'rayapsiz? Sizningmi dialogmi yoki mendan so'rayapsiz? Xato tushunib qoptiman. Deganingiz rostli o'z gapingiz ekan. Yaxshi ifodaldingiz. Rostli yaxshi ifodaldingiz. Siz ancha kulmamsiz? Men Ssenariyaning 3-qurdagi dialogga qarab javob bering. Söygü, biroq albatta, shundaq. Siz kulishingiz haqiqatan bo'ladi ekan. Kulishingiz haqiqatan bo'ladi ekan emas, kulkingiz bo'ladi ekan-da. O'xshash gap-ku. Kulkingiz bo'ladi ekan degan gap bilan kulishingiz bo'ladi ekan degan gapning nari o'xshaydi. Kechiring. O'zaro parang bilan bo'p ketib, ssenariyaga diqqat qilmabdiman. Billa rolga chiqadigan bir artist o'z roliga bunday e'tibor bermasa, buningdan nihoyat afsuslanaman. Men bilan billa rolga chiqadigan artistning mendan yo'q yerdan putaq chiqarishi meni bak umidsizlantirdi. Tursunay, sizni rejissor tayyorlik qilsin deydi. Miradil sizni kavobdan oldiga berib 10-ko'rinishga tayyorlik qilsin deydi. Ma'qul. Sizni yaxshi ko'rib qilishga tirishaman. Sizning meni yaxshi ko'rib qilishingizga nisb bo'g'ay. Yigiting keldi. Muallim, maqsam bo'lamdi. Bir necha soat mashq qildingiz, qaysingiz bo'ladi? Amsimay ketdim. Cho'qim shunaq bo'lsin, ha? Voyjon! Voy, amirg'im. Bu saqamay turibdi, egis boshini ayol kiyib olibsiz. Tumg'o, allapurin saqaygan. Kim sizni bunday egis bo'lsin debdi. Siz bilan tang bo'laman deb egis boshni oyoq kiyib oldim. Bu mening aqlsizligim. Qani, marhamat. Qani, sevimligim, chiqing. Yani bu kichik qo'ng'izni bu yerga haydab keldingizmi? Egiz yigit Pakar xonimga mashina haydab bersa, kishilarning diqqatini texim jalb qilmamdi. Men sizga deb qo'yay. Bundan keyin bu kichik qo'ng'izni bu yerga hargiz haydab kelchi bo'lmam. Bo'lmasa men sizdan ayrilib ketaman. Biz to'y qilamiz deb olsak, ayrilib ketaman deganingiz nimasi? Birlashma shirkatning do'koniga berib, parda olmoqchidik-ku, ha? Unutib qoldingizmi, ha? Pardalikni allaqachon ep bo'ldim. Hozir buningdan muhim bir ish bor.
Bir do'stim kelmoqchi edi. Uning oldiga aerodromga chiqamiz. U oliy maktab bitirgan nayt chiroyli qiz. Yana 2 soat qoldi. Uning ota-onasi chet elga chiqib ketgan. Men uningga yordam qilmasam bo'lmaydi. Biz bilib barayli. Yana deqi 2 soat vaqt bor ekan. Biz avval berib, uy hozir ko'rib kelaylik. Qani, mashinaga chiqing. Mush pikapdimi? Voy, chiqing qadrligim. Bu pikap xuddi sizga o'xshashla o'moq, yiqimliq, chiroyli. Qani, mana. To'yning tayyorligi bitdimi? Menga ochiq aytishingiz kerak. Xotirjam bo'ling, vaqt kelganda sizni aqli bosammi bo'lmadimi? To'yga qatnashadiganlarning hammasi mening yaqin do'stlarim. Sayohat idorasi, yana san'atkorlarmi bor. Yana texi televiziya stansiyasidagilar lentaga olmoqchi bo'ldi. Voy, xotirjam bo'ling. Cho'qim yaxshi tayyorlik qilaman. O'rni sizning sayohat idorasining ko'ngli ichish saqlada. Nayt yaxshi bo'pti. Adamimiz qizil atirgul kavqansiga beraveraylik. Bu yana taomlar nahayat mezilikdan. Bo'ladi. Haras, men degan yigit qo'ldashning ishini o'ylashib qo'ydingizmi? Bu nahayat muhim. O'ylashyapman. Do'stim oliy maktab o'qigan kasb usulchi. Ota-onasimi o'qimishli kishilar. O'zini chiroyli. Sizning yigit qo'ldashingiz cho'qim uningga mos kelishi kerak. Uning o'lchimini menga yana bir deb bering. Qani, danga. O'zi kelishgan bo'lishi, xizmatda aktiv bo'lishi. O'qigan, yana qoida usullik bo'lishi kerak. Kishilarni o'ziga jalb qila oladigan. To'yimizni qizitib, chaq chiqarib o'tadigan bo'lishi kerak. Nimaga o'qib qoldingiz? Qandarak? Bu soltakni yiqtirib qo'yasiz. Hey, o'ltirishib bo'lmaydi degan xatni ko'rmadinglarmi? Bu degan magazin. Baho yozilgan qog'oz qani? Qog'oz? Baho qog'ozi? Mana turmamdi. Kechiring. Mening sizga tegishim rasmsiz oladigan shopir bo'lganligingiz uchun emas, chunki o'tganki ishlar bo'lmagan bo'lsa, doktorxonaga borib, putingizni tangdirib qo'yganimni demsiz? to'g'ri, o chaqda ko'ngli ko'ksingiz keng, muloyim edingiz. Shu chaqda sizmi bek yuvosh edingiz. O'zimdan o'tdi. Qatnash qoidasi xiloflik qilib, mashinaga ustim emasmi? Hey, Oy, vaqt to'shib ketibdi. Yuring. Qani mehmonlar, kelinglar. Qizil atirgul tamaqxonasi sizlarni qarshi oladi. Kelishinglarni qarshi olamiz. Samirmayman desalar semiz go'sht, o'riqlayman desalar o'riq go'sht bor. Xohlab go'shtini qildigan kabob, qani yangla. Yeganlarning tilida qoladi, yemaganlar armonda. Hali bobi desalar yo'q deyman. To'g'ri tarmalari tetigan mizli kabob. Qani kelinglar mehmonlar, Kabob yanglar. Bu kabobga eg'iz tekkanlar har kuni degida qizil atirgul oshxonasiga kelmay qolmaydi. Kelinglar mehmonlar, kelinglar. Kelinglar mehmonlar, bo'lmasa armoni qilasizlar, kelinglar. Hey, endi kelsan qo'y. Go'sht oladigan odam pek chiqgan. Tez bo'l. Bunda chatoq yo'q. Aka, Kelinglar mehmonlar, ichiga. bu sizning. Xo'jayin, bu go'sht qanday qilgan? Yasir! Tez bo'l. Seni saqlab qoldik bular. Qani keldim. Bunda. Mana, o'ttiz kabob tayyor bo'ldi. Buni mehmonlarga kirib ber. Xo'jayin, oltiya xarida turqatqini qilamiz. Yasin jadag'ida ichidan o'rindiq olib chiqsin. Chapsan bo'linglar. Darhol bika bo'lgan ustallarni tozalab, o'rindiqlarni qo'yib, yana bir ustalni ratlab qo'yinglar. Tez bo'linglar, ular saqlab qolmasin. Chapsan bo'linglar. Ma'qul. Hey, Gullar. Yanchig'imni qarab beqing. Nima? Voy. Soatga. Oyat soatga. Buni siz saqlab qo'ying. Men taqib turaychi. Sizga sovuq qildi. Chiqinglar, shilani qilinglar. Sherif, Sadir, kabobni sen pishirib tur. Bula. Sherif, eshitdingmi? Nima desam bo'ladi? Sizlarga nima lozim? Bo'ldi. bu yerning tomoqlari bek o'xshaydi ekan. Qaltis bo'ldi degina. Tinchlikmi? Sherif, qani degina, to'y kunini bekitdingmi? Oldimizga yakshanba kuni. Biz u kuni
Bo'ldi, oltirib ketma. Yana 5 kun bor. 5 kun. 4 7 5 20. Yana 20 soat bor degan gap. Xotirjam bo'ling, tayyorligimiz cho'qim bitdi. Shu kunsi qaltis ot chiqib Xotirjam bo'ling, tayyorliklarning hammasi bitdi. Bu Şinjanning oliy sortli pivisi. Tepek. Ustamning deyishicha, sizning to'yingizga biz qarashib berganmiz. Xotirjam bo'ling. Faqat bizdan xo'jayin o'tirdi turibli bersa, to'yinglarni qizitib o't chiqarib yetamiz. Kashlik o'tirish qatorliqlarning hammasi mana bizda. Arzimaydi. Mayli. Birodar, yana bir muhim rol bor yana. Aytamsizlar? Yana gapirasizlar, Yana gapirasizlar. Xo'sh. Degine, bu rolni sen almasan bo'lmaydi. Gerçi qiyin bo'lsa-mu, bu rolni sen alsang, hergiz çataq chiqmaydi. Kechda yangi uyimda seni saqlayman. Ana. Men qo'ldash bo'lamda. Voy, to'g'ri degina, mush chiroyim bilan qo'ldash bo'lamda. Qo'ldash bo'lish men uchun tag'in yo'tkashnimi qiyin ish. Chiroyimga bir qarab baqina. Can dostum Mehmet. Sen kichigimdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan jon jigar do'stim turib, men qo'ldash bo'lib bermasang, mening ko'nglimga keladi-da. Uning ustiga mening bu malikam yigit qo'ldishi to'yning ishlariga boshdan oxir mas'ul bo'ladi degan talabni o'tirib qo'ydi. O'ylab baqsam, bu ishning uddasidan faqat senlar chiqa oladi ekan. Shunga men seni bekitdim. Yo'q, bo'lmaydi. Kechda qiz cho'kanlar mening bu aftimni ko'rib qo'rqib ketmandi. Cini do'stim Mehmet, to'satilla ilhomim qo'zg'aldi. Mushu tapda shundaq bir yasifdagi qaltis yigit bo'lib ketsa, o'zingmi bo'yturqing joyida xil qamlashgan yigit. Biroq o'zingni tuzashtirib yurmaysan-da. Aras, men bulan o'zim tuzash san'atini o'rgangandim-ku. Nima qilay deysan? Bu yoqqa kel. Men seni birdanning ichida shundaq kelishga bir yigitga aylantirdiki, mening iliq so'yimligim bilan uning qo'ldishi hayron qolsin. Dal mushu rasmdagidek. Bu men uchun oldinlik paytdigina mushu qitim menga bir yordam qil. Chaqchaqqa qarang Sherif. Sen babo. Sen do'stligimizning yuz xotirasi, to'yimning o'rimtini qilib cho'qim qo'ldash bo'lasan. Gapimni angla do'stim. Qushqashning changizdek bao chechingni qo'ymay tushiribdik, ha? Sana chiroyli bir kiyim chash tayyorlab qo'ydim. Qimirlama. Bo'lmaydi. O'g'il bolaning obrazini xohlagancha o'zgarsa bo'lmaydi. Bilamsan? Mana endi karim yo'q. Sherif, tuzgarak bir yasab qo'yg'ina. Halimisan mayli. Avar bo'lib nima qilaman? Sherif! Barin sakapdi. Yengamma? Shundaq dal o'zi. Voy, Barinsa, har yeyib qoldi-ku. Barinsa, u o'zligidan yepiladigan parda og'ammi? Yo'q, u Barinsa bilan o'ynashyotdi. Hiç bilmedim. Yürünglar, çıkıp qarab baqayli. Voy xudoyim, uch qizni birga ketdi emasmi? Jinim do'stim Mehmet. Kela o'tir. Ikkimiz qilch chondurmayli. Bo'lmasa mening malikam men bilan munosabatni butunlay uzdi. Men endi ular kirgicha seni butunlay o'zgartirdi. Bu checham yasab, chashqon burtonni taqsilirdi. Buni tut. Asta, egizrak tutmamsan. Madaniy, chiroyli, pokiz bo'lishing kerak. Beshinchim tuta. Kim olta? Gap qilma, bo'lmasa kesilib ketadi. O'ylo. Bo'ldi, gap qilma. O'ylo dema. O'ylo. Yaxshi. Texi tushmaydi-ku. Biraz saqlab turayli. Yana oldimizga tushmasa, o'zimiz chiqayli. Barinsa, men sening o'rningda bo'lgan bo'lsam, allaqachon ketgan bo'lardim. Bo'ldi. Yur. Kir. Sana. Nima qilg'ini bu? Kiyimlarim soldirib nima qilasan? Sen samamsan. Buni sana. Oyoqni sol. Sana. Sana. Bunu sana. Sen Sana. Manam sana. soatim neydi?
Bo'ldi kela. Soğuk soğukken. Soğuk soğukken deyman. Yarasini chiqarsin, sovuq qo'ymadimsan. Nima qo'ya, ya? Soğukken. Soğuk ketgan. Do'stim, birdan turib tur. Men sana issiqlonga chiqib beray. Bular. Soğukken. Bärinsa 5-chi qavatga qandaqmı chiqasan? Nemagan siraysan? Sherif Bärinsani xuddi kichik bolani ko'targanda ko'tarib ep chiqmabdi. Allah, emmiz chiqyapti. Tez bo'l, Mehmet. Tez bo'l. Nega oldiraysan? Nega? Tez bo'l. Qanday qilaman men? Qanday qilaman? Kiyim bo'l. Tezroq bo'l. Hozirlik kirman, ha? Asta gap qil. Oyog'imni. Voy, bo'ldi. Mana Kiyimlarimni kirpa. Bular. gap qilmasak bo'lmabdi. Narsa qilmoqda. Nada qolgandi o? Ish bu darajaga yetgandan keyin menga eng esil kostyum burilgan ish qilib menda pul olmagan degan shunaqmi? To'g'ri. Gap qilganda ish qilib, albatta deganda gap so'zlarni ko'proq ishlatgan. Shulardan keyin sipoyi ko'rinasan. Sen haqiqatan talantli. Yo'q ekan u. Voy, ayolcha oyoqkan bu. Hey, bu yoqda. Bo'shroq gap qilsa bo'lmaydi. Qarasa hammasi ayolcha ekan bu. Aldirishda almashtirib qo'ydiman. Bu yerga mana. Darhol planni kiyib ol. Qaldas. Sen almashtirib ol. Men berib ishni taqatay. Ma'qul. Bo'ldi. Ular endi hech nima olmaydi. Ular kirib qolmas. Xotirjam bo'l. Men ishni taqib etdim. Hargiz kirolmaydi. Kela. Buni men Ömürtük chaqda Sharq shahzodasining rolini olganda kelgandim. Shanghayni olganda. I'm very tense. Okay, Mr. Sherif. İngilizce o'rganayotganingni burun anlattım. Talaffuzing idoramiz tarjimonlarnikidanmi yaxshi ekan. Qani, buni taqib ol. Yaxshi, rost o'xshading. Hey, o'zingni cho'qim kontrol qilgin, ha? Gap qilganda haddidan ziyoda titratma. Esingda bo'lsin. Gap qilganda ish qilib, albatta deganda gap so'zlarni ko'proq ishlatgin. O'zing tutib olgin Bärinsa. Men ketdiman. Ahmaq. Ishikni ochmagan tursa, hargiz ketishga bo'lmaydi. Uningchi sendan yushirdigan bir ish bo'lsa kerak. Undaq emas. Hargiz undaq emas. Bu Bärinsa ikkimiz eng yaxshi ko'radigan muzika. Biz avval disko o'ynab o'zimizni qistirib olaylik. Ondan ishni olsak bo'ladi. Hey, bu degan vals muzikasi. Vals olamda tango olamda o'ynaveraylik. O'ynaylik. Ichida tons o'ynayotganda qiladi. Shundaqmi? Bärinsa! To'xtab tur! Oyjon! Bärinsa! Qadrligim. Nima bo'ldi sen? Sizga nima bo'ldi? Uyning ichidagi kim? Nemish qishni ochmaysiz? Ishida meni qo'ldishim bor edi. U disko shundoq ustgan. Shunga menga disko o'tayotgan. Diskomish, vals o'yindinglar-ku. To'g'ri. Vals muzikasiga o'ynagan. Muzikani uylik qo'yib ovozingizni olmay qolibdiman. Qadrligim. Nemish qishni taqib olasiz? Men xato qildim. Uyga kiraylik. U saqlayotdi, qadrligim. Uning ismi nima? İsmi Alim.
Alim, bu mənlik simğu. Yanıla ben sizni götürüp çıkay. Yoldaş Alim. Qarğanda qiziqchilik qilasiz. Sizning bu harakatingiz Gitlerning salom berishiga o'xshab ketdi. Önalg'ini o'chirib o'ting. Bakın. Menimcha siz ishdan sirtqa o'makka berib komediya artisti bo'lsangiz bo'lg'idek kishilarni rag'batlantiradigan rollarni olsangiz bo'ladi ekan. Maqtaningizga rahmat. Bu yoq shavqin bo'ladi. Teshqima. Bular mening do'stlarim. Teshqima. Gelin, merhamet, oturun. Berinse, qarang, bu yağ benim qolduşum. Canciğer dostum. Özü medeniyetlik, naiti ilmi, sipaye, kelişken. Yana texi yumorliq. Bu tarbi intayin muhim. Turmushimizda yumor kam bo'lsa bo'lmaydi. Atrofimizdagilarning hammasi jimg'ir bo'lib qolsa, odam qandoqmi chidab tura olsin? Deganlarim to'g'rimi? To'g'ri. Sherif, boy uni chet el tilida nayt yaxshi so'zlaydi degan edingiz, to'g'rimi? Şunda, roman sözleydi. Anglasam siz sayyohat idorasining tarjimoni ekansiz. To'g'ri. İngilizceni azroq bilaman. Sizdek bir yigitning Sherifga qo'ldosh bo'lganligidan intayin xursandman. Anglasam siz Sherifga disko o'gitib qo'yibsiz. Yo'q, valis o'gitib qo'yibsiz. Rahmat sizga. Rahmat. Albatta. O'rgatgandan keyin asosan shundoq yaxshi o'rganib oladi. Alim, qarmoqqa shundoq muloyim ko'rinadi ekansiz. Men mushundaq arlarni yaxshi ko'raman. Shundoqmi? Biroq baq qo'rnimman. Bo'lmasa siqilib qolasiz. Men erkin ozod bo'lishni yaxshi ko'raman. Qarang, bu suratni nega olsak bo'lar? It's very pity. Albatta, ko'zga chiliqadigan joyga isish kerak-da. Eshikdan kirish bilanla ko'zga chiliqadigan yerga olsaylik. Alim, siz esing. Sherif, uning qiz do'sti belli kelmabdi-ku. Nima tamoq yeysiz? Nima tamoq borkin? Ha, nima yegingiz bo'lsa, shuba. Ustam texi ketmadi. Tezroq buyurdim. Mening sizlarning xo'jayininglar Muhammad pishirgan kabobdan yegim bor. Voy xo'jayin! Voy, bo'ldi. Qo'ydilar. Tuta buni. O'ta. Nima ish bo'ldi? Bir sizni tutmoqchimi? Qara. Mundaq bo'ldi, mundaq. Men Sherifning to'yida martabalik, talabga loyiq yigit qo'ldishi bo'ladigan bo'ldim. Mulozimat ishlari aslidagi plan bo'yicha bo'ladi. Vaqt kelganda sizlar meni Muhammad deb chaqirmay, olim deb chaqirsizlar. Nima ishqa? Sizni xo'jayin deb chaqirmamdoq? Kelinglar. Seni biray. Asl cho. Teshqima. Cho'g'o. Tayyorliqlar bitdi. Hamma tayyorliqlar bitdi. Gul taqab qo'yay. Endi boshlaymi? Ma'qul. Albatta. Rejissor, endi boshlaylik. Ma'qul, tayyorlik ko'ringlar. Sho'xon, mikrofonni elvering. Rahmat. Muzikantlar, diqqat! Boshlanglar! Qiz bilan yigit maydonga kirsin! Keldinglarmi? Bu yerda o'tiringlar. Barasa. Resimni ko'rdingmi? Sizg'ininglar nima u?
Bu do'stlarimizning asri. Ular bir kechada orom tayyorlab bo'lgan. Xafa bo'lma, xel ma'nilikkan bu. Gulnar, men sizga oshiq. Saklashma. Halimga qaramay, bu so'rinda sizning ish pishirganda qoldim. İlham. İlham. Rahmat. Bu so'rinda uningda ish pishirgan chiroyliqlar yo'q ekan. Qiz qo'ltishimi chiroyli ekan. Qandaq dedim, ha? Shundaqmi? Bugun men sizni tanladim. Men bilan o'ynaysiz. Uningga mening deganim esa Mehmonlar, to'y hozir boshlandi. Qani qizni qarshi olaylik. Bugundan boshlab erkinligim tugadi. Qarama. Qiz Yigit qo'ldishi. Qiz bilan yigit usul o'ynab bas bo'lamdi. Bo'ladi. Bunda qilsak milliy urf-odatga to'g'ri keladimi? Hech qisi yo'q. Hozirgi davr yoshlar emasmi? Sherif, ishqinglar bir payt usul o'ynab beringlar. Yes, I wish the bride and groom can dance together. Please. Alim, u chet ellik nima deydi? Sen ber baqa. Ma'qul. Bu kelishgan yigitning ismi Olim. Sayohat idorasida tarjimonlik qiladi. I think to play at disco. Okay, fine. Ko'pchilik diqqat! Chet ellik mehmonlarning talabi bo'yicha qiz bilan yigitni hozirgi zamon diskosini o'ynab berishga taklif qilamiz. Men ko'pchilikka o'zimiz ijod qilgan, zamonaviy tus olgan disko naqsi aytib beray. Usulni do'stim Dillar o'ynab bersin. U usul institutini bitirgan, usulni voyaga yetkazib o'ynaydi. Men kiyim almashtirib kelay. Tinchlikmi? Kiyim almashtirish uyi nada ekan? O tarafda. Rahmat. Babul Adem matavana Yar tilbi yer zemin bu keng jahan Töreldi ayallar bek mihriban Aşık meşuk peyda buldu şu Oy tapma. Mehmonlarning oldi chetib qolsin. Eshitsa hech qisi yo'q. Kappa bulup Adem matavana Yaratildi yer zemin bu keng jahan Töreldi ayallar bek mihriban Aşık meşuk peyda buldu şundan bu yan
chechingiz ko'pib qapti. Rahmat. Nimaga rahmat deysiz? Albatta, tarlab ketganimni ko'ndingizmi? Ma'qul ko'rsangiz ismingizni aytib bersangiz bo'ladimi? Ismim? Albatta, bundan keyin yana ko'rishib qolsak, shu chog'da deb beray. Amsa, men sizga aytib beray. Men pat arada elnamalarni o'rganish uchun Janubiy Shinjonga yurtimga boraman. 2 oydan keyin ma'lum bir o'makka taqsim qilinishim mumkin. Agar meni izlamoqchi bo'lsangiz, cho'qim topa olasiz. Vaqt kelganda yana ko'rishib qolamiz. Bek isib ketdim. Sirtga chiqib birlab o'tiraylikmi? Ma'qul. Ha, mana kavop pishdi. Qani bizning qizlar turkli oshxonamizning kavopini yeb yiqinglar, ha? Qani elam. Rahmat. Men kavobga bek amaraq. Shundaqmi? Bu kavob bek ta'mlikkan. Buni xo'jayinimiz Mehmetning shagirdi pishirgan. O o'zi pishirsa, texim ta'mlik bo'ladi ekanda. O o'zi keldimi? Amroq bo'lsangiz, keyin men pishirib beray, ha? Agar yoqtirsangiz chiqroq kel, ha? Sizlar nima tan solmaysizlar? Bu kavob haqiqatan alohida ekan. Tetib yiqing, ha? Siz Qashqarga berib kelgandan keyin men sizning Muhammad pishirgan kavob bilan mehmon qilay. Vaqti kelganda olimni taklif qilamiz. Undaq bo'lsa, o bek yaxshi bo'ladi. Olim, sizchi qandaq? Ko'rishni bek arzu qilaman. Men shundaq. Diskoni ajoyib sehriy kuch bilan o'ynaydigansiz. Mening qarashimcha sizdami bir xil go'zallik bor ekan. 2 oydan keyin meni cho'qim izlab keldim. Mehmonlar hozirla keladi. Kavob buyurib qo'ygan edim. Keladigan vaqt bo'lib qoldi. Qarab maqada qizim. Ha, qani mehmonlar kelinglar. Mehmonlar kelinglar, chapsa bo'linglar, harakatinglar chaqqan bo'lsin. Kelinglar. Mehmonlar kelinglar. Ha, shunday olib kelsiz. Qani mehmonlar kelinglar, tetib yiqinglar. Ha, tetib yiqinglar. Ha, o'xshagan kavob. Qani kelinglar. Xo'jayin, bizni kavob buyurtgan ayol texnik kelmaydi. Tasodifiy kelmay qolsa, bu yer avot bozor sitilib ketadi. Go'shtlarimizning hammasi tugaydi. Lekin ular kelib olmaymiz degicha joyda jim qo'yinglar. Gapimizda turmasak bo'lmaydi. 250 siq kavob tayyor tursin. Uqtinglarmi? Ma'qul. Ha, mehmonlar kelinglar. Ha, qani kelinglar. Kelinglar mehmonlar kelinglar. Xo'jayin, akagan qo'y go'shti tugab ketdi. Bo'lmasa, kala go'shti ishlatandik-a. Kala go'shti? Mehmonlarni olsak bo'lmaydi. Sifatli kapolat qilishimiz kerak. Bunda qilsak sodimizga ta'sir etadi. Sen motosiklet bilan berib, ib qo'ygan qo'y go'shtining hammasini ib kel. Uqtimi? Ha, ma'qul. Ha, qani mehmonlar kelinglar. Qizil atirgul oshxonamizda paxla go'shti qilgan kavobi. Yeysanlar tilinglarda qoladi. Suluq uchun pivi bor. Kelinglar mehmonlar kelinglar. Ha, kelinglar mehmonlar. Basta. Ha, mehmonlar kelinglar. Paxlan go'shti qilgan kavob. Kelinglar mehmonlar kelinglar. Paxlan go'shti qilgan kavob kelinglar deyman. Xo'jayin. Tinchlikmi Gulnar? Ajab yaxshi bo'ldi. Sizlar pishirgan kavobning ta'mi bek yaxshi ekan. Qani kelinglar mehmonlar, qizil atirgulning kavobi. O mehmonimiz kavob yegili kelibdi. Siz yemisiz, armonda qolasiz. Qani kelinglar. Bek ta'mli kavob. U o'tgan sizlar gapini qilgan Muhammad ustam degan shu bo'lamdi, ha? Dal o'zi shu. Ha, qani kelinglar mehmonlar. Hali bormi desanlar yo'q deyman. Qani kelinglar Muhammad ustam, avval menga 20 siq kavob pishirib bersangiz bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Rahmat sizga ustam. Ha, chataq yo'q. Ha, qani kelinglar mehmonlar. Qizil atirgul oshxonasining paxlan go'shti qilgan kavobi. Qani kelinglar mehmonlar. Kelinglar. Bu yoqqa kelinglar. Sabrni chaqiringlar. Men bu yerdan ketishim kerak. Ma'qul. Ha, ta'mi qanday bo'pti, ha? Qizchaq, menga ajab qarab ketdingiz-ku. Meni buni ko'rmagan edingiz? Ko'rgan, kechiring. Siz birisiga bek o'xshaydi ekansiz.
Bunun ajablanigidek nari bor. Ba'zilar meni artistga o'xshasa, ba'zilar hayvonotlar bog'chasidagi orangutanga o'xshatadi. Qani, kopiyanglar. Heliq kuni to'ydagi yigit qoltash olim esinglardimi? Sizlarning xo'jayininglarni ko'rsamlar, o esimga kelib qoladi. O kuni biz sizni ko'rgan xonim. Tarjimon deganni ko'rmagan. Shundaqmi? Ismi olim, ingliz tilini ravon so'zlaydi, tansig'im ustikan. O bizning xo'jayinimiz mana. U ingliz tilini ravon so'zlaydi. Tansig'imi shundaq usta. Tansi o'ynag'ini ko'rsangiz, hayron qolasiz. Shundaqmi to'g'ri gap qilish bo'lamdi? Xo'jayin o qizni yoqtirib qoldi. Xo'jayin o qizni yoqtirib qopti. O qiz xo'jayinni yoqtirib qopti. Xo'jayin uni chaqirib olaylik. Hey qizchaq. Xo'jayin sizni chaqiryapti. Qani. Xo'jayin o keldi. Esgap qiladi. Qizcha, demak shu o'g'lim kavobingiz muzlab qolyapman. Isitib beray. Rahmat. Bu yoqqa marhamat. Hey, o'nda kelinglar. Kelinglar. Tez. Qani. Qani, o'ltir. Rahmat. Qizcha, Kelinglar mehmonlar. o tarjimonni men taniyman. Uni tanimsiz? Birisi bizga uning xo'jayinimizga pek o'xshaydiganligini aytgan. Albatta, o'xshamaydigan joylari bor-da. Masalan, o chet el tili institutini bitirgan. Ijroqda ko'rinmaydi ekan. Shunga odatda ko'zoynak taqib oladi ekan. Lekin bizning xo'jayinimiz o'rta maktabni bitirgan. Odatdagi bir kavobchi. Lekin ingliz tilini shundoq ravon so'zlaydi. Masalan, okay, thank you very much degandek. Shundaqmi? Qizchaq, uni ko'rmoqchi bo'lsangiz, men sizga uni izdishib beray. Bo'lamdi? Uni topgandan keyin uningga go'zal bir qizchaq, sizni Yo'q. Mundaq qil so'rab qo'ygan. Xato tushunib qolmang. Mundaqli so'rab qo'yganmi? Qizchaq, bo'ldi. Elam. Rahmat sizga ustam. Men ketdim. Xo'sh. Olimni tonisangiz, uningga deydigan gapim bor edi. Mundaq bo'lsin, men uyimga mehmon chaqirmoqchi edim. Sizlarmi beringlar, ha? Ustam, sizmi bering, ha? Sizning uyingizga boramda? Shundaq. Sizlar mening mehmonim. Bo'lmasa dadam kelib taklif qilsinmi-ya? Bo'ladi. Ha? Ustam, cho'qim beranjimi? Xo'sh. Beringlar, berib olim degani tep kelinglar. Kechiringlar. Eli dadisini apis kelganda o'zinglar bir nima denglar. Xo'jayin, ko'rmadingizmi? O heliqa olim deganni yaxshi ko'rib qolganda qiladi. Qiziq yeri shuki, u sizda kavobchinimi ner turing deb uyiga taklif qildi-ku. Agar siz uni texmi cho'nqirlab tushunmoqchi bo'lsangiz, uyiga men billa boray. Qandaq? Xudoyim buyursa, ishimiz o'ng'i tortadi. Sizlar kimni izlaysizlar? Mana pulinglar. Ketinglar. Dada. Kechiringlar mehmonlar. Yana 2 mehmonim bor edi. Dada. Bering. Aka, bular mening mehmonlarim. Marhamat. Yuringlar. Bular mening do'stlarim. Bu mening apam. Bu mening dadam. Qani bu yoqqa meninglar. Kelinglar. Mana. Kelinglar. Tezlikmi? Qani, choy ichinglar. Elinglar. Rahmat. Muhammad ustamning kelganiga baxushal bo'ldim. Siz ko'p ishlarni esimga soldingiz. Mening bir orzuyim bor edi. Yordamlashib, olimning nədligini o'qish bergan bo'lsanglar. Men uni ko'p qatim izladim, lekin hech bir dergini olamadim. U xuddi bu dunyoda mavjud emasdeklar. Meni tushunishinglarni umid qilaman.
Uni 3 kun ko'rgandek qildim. Yo'q. Xuddi kunni ko'rib turgandek qilaman. Qizchaq, sayohat idorasidagilar bir o'rinda turolmaydi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Balkim u komandirovkaga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo lekin uni taniydi ekansiz. Balkim topa olishingiz mumkin. Yoki albatta mangu topolmasligingiz mumkin. Yoki boshqa yoqqa yo'tkilib ketgan bo'lishi mumkin. Sizning talaffuzingizmi menga uni eslatib. Qizchaq, agar siz olimni debla bizni taklif qilgan bo'lsangiz, umidsizlanib qolasiz. Biz biladiganlarimizning hammasini deb bo'ldik. Boyi uni kunda ko'rib turman dedi. Amaliyotda bu mumkin emas. Uni tonimaydi. Biz degan bir oddiy kavobchi tursak. Xo'jayinimiz to'g'ri deydi. Xato tushunib qolmanglar. Sizlar bilan tanishib qolishni bakmi arzu qilaman. Kavobinglarni yigilib berib turaman. Ha, bo'ladi. Sizni qarshi olamiz. Xayr xo'sh. Xo'shamisa. Nim bo'lding? Shundaq odamlar bilanmi shuncha uzun so'zlashamsa? Qandaq? U seni ranjitib qo'ygan o'xshamamdi. Sendan o'tinay, Sherib kelib men bilan ko'rishsin bo'lamdi. Bunda qilsam bo'lmaydi, Sherib. O'tinib qalay, shunday qilmay bo'lmaydi. Men barini sog'ib bakmi sodiq. Agar u sening sayohat idorasining tarjimoni emasligini bilib qolsa, u mendan ajrashib ketadi. Ular hamon bir kuni bilib qoladi. Voy, u keyingi ish. Uning ustiga bu sana foydali. Yo'q. Dilnar hamon bir kuni bilib qoladi. Hiliq tarjimani ketdi degan. Astroq so'zla, astroq. Agar Dilnar olimni cho'qim ko'raman deb turmagan bo'lsa, uni yo'tkilib ketdi degan bo'lardim. Dilnar olimni rasul yaxshi ko'raman dedim-a? Rasma? Demak, u olimni yaxshi ko'rib qopti-da. Sizlar bir ko'rib ko'yishganlar. Naligini, uning so'ygini olim amaliyotda mavjud emas. Men bo'lsam Muhammad. Qiziq ish. Olim amaliyotda mavjud emas, biroq sen mavjud. Agar u olimning mavjud emasligini, sening borlig'ingni bilsa, unchaqdan qila. O chaqda u tragediyaning bosh qahramoni bo'lib qoladi. To'g'ri. Bo'la. Buniki tezki. Ish undaq oddiy emas. O'yinni boshlaganmiz, oxirigacha davomlashtirishimiz kerak. Oxir berib ikkinlar ayrilmaydigan darajaga yetisizlar. U chaqda odamlar bo'lsa, u mayli Muhammad bo'lsin yoki olim bo'lsin, yaxshi ko'rib qoladi. Demakchimanki, odamning qiyofati o'zgarsimi, qimmat o'zgarmaydi. Mayli sen Muhammad bo'l yoki olim bo'l, haqiqiy muhabbat shartsiz bo'lish kerak. Gapni qaltisqanlashtirsan, juma? Barin say ikkimizning muhabbati mana shunaq. To'xtab tur. Sen bag'o cho'qim shunday qilishing kerak. Biroq, sana rost gapni desam, Dilnorga ko'nglim tushib qoldi. Qara seni. Olvasi. Çatak yok. Dikkat qilib yurgin. Buningga bir jarayon kerak. Ishning vaqtisi aytib bo'ladi. Pishqan qo'g'on piliga turmaydi. Aradagi sirni ichib o'tishga aldirab ketmayli. Amal qilib, uni o'zing ram qilib ol. Xotirjam bo'l, buni tushunaman. Bugun oqshom uning olimning chiroyiga qarchiga fursat yaratib bermayman. Olim bilan ko'proq gaplashishiga fursat yaratib bermayman. Navada Mondag'roq bo'lib qolsa, ayrilib ketaman. Gapimni angla. Olimning jamiyatdagi o'rni va boshqa jihatlarda sana toza pop keladi. To'yda ishqillarning tansi o'ynayotganligini ko'rib, kishilar sizlarni qizg'in muhabbatlashayotgan o'xshaydi deb bo'ldi. Barinsa, o'zimning qanday hissiyotga kelib qolganimni bilmayman. Faqat uni tushunib baqqanman. O'zing tutib ol. Tantirma. Dilnar, olim keldi. Ma'qul.
kechiringlar. Bir do'stim bilan ko'rishmoqchi edim. Men mang'ashtiray. Haras, ishkanlarning o'rni bir yerda. Alim, dillarning holidan obdan xabar eling. Ma'qul. To'g'ri, obdan xabar al. Baldur kep qaptoq. Ya'ni yarim soat vaqt bor ekan. A tarafga berib birdam o'ltiraylik. Bo'ladi. Yuring. Marhamat. Qani o'ltiring. Men bu yerda o'ltiray. Kechiring. Bek kamdidor bo'lib ketdingiz-ku. Kechiring. Bek aldirash. Albatta, hammamiz shunday aldirash. Muhammad degan bir kavobchi yigit sizga bek o'xshaydi ekan. Uni sizmikin deb qaptiman. Albatta, o'xshamaydigan yerlarmi bor? Uni tanimsiz? Muhammad dedimsiz? U Sherifning do'sti. Shunga albatta uni taniyman-da, taniyman. Biroq u meni tanimasligi mumkin. U inglizcha o'rgangan, bilimga bek intiladi, shunday. To'g'ri dedingiz. Uni rostla taniydi ekansiz-da. U bek yaxshi yigit. Nima qarayapsiz? Xalqlar u yerda muhabbatlashyapsa, sizga nima bo'ldi? Yuring. Yuring deyman. Mamamsiz? Albatta, hozir kavobchilar yaxshi. Ba'zi bir san'at nomerlarida ko'rsatilgandek unda askima emas. Ha? Kechiring. Biz ustiga chiqib o'tiraylik, bo'lamdi? Ha? Ma'qul. O yilaqi tansi o'ynagan xenimda qiladi. Hey, bizni xo'jayinga o'xshayotdi-ku. O emasdi. O qizning yurayotgani bo'lsa kerak. Bo'lmasa biz aniqlab boqaylik. Yuring. Tinchlikmi? Ustalar Muhammad kelmadimi? O oshxonada kavob setyapti. To'g'ri. Shunday. Yuring, bizdan yana qilishadigan gaplarimiz bor. Mana bu san'at kishini hayajonga soladi. Avaylang. Bo'ldi. O'tiring. Bundaq yiroq o'ltasa qandoq paranglasha olamiz? Yeningizda o'ltiraychi. Yo'q, bo'ldi. Bu yerda egiz bishingiz qiyib ketadi. O'tiravering. O'tiring. Siz Muhammadni taniydi ekansiz. Sizlar cho'qim yaxshi do'st bo'la olasizlar. U nayt qizg'in yigitkan. Albatta. Biroq mening vaqti baqiz. O'yin tugaganda ikkimiz birga berib uning kavobini yeb kelaylik. Yo'q, bo'lmaydi. Meni mehmon qilishdan qo'rqyapsiz? Yo'q, nadiga gapni qilyapsiz. Bugun gelim og'rib bo'lmayotdi. Ata men cho'qim boraman. At soat 8da Bo'ston mehmonxonasining oldida saqlab turing. Saqlab turmayman. Mening ishim bek oldirash. Siz berib keling, ha? Siz bormisingiz, men nima ish qilaman? Bormisingiz, xafa bo'lmaymanjimi? Men albatta bo'ladi. Albatta degan gaplaringiz Muhammadnikiga bek o'xshaydi ekan. Albatta. Çö. Bula çö. Çö deyman, çö. Chapsan çö. Sherif, chatoq. Sen menga bir aql ko'rsatgin. Osmon o'rilib tushmas degan nima ish? Voy, qarmamsan. Tunugun kesh men olim uning bilan men Mamatning kavobini yigilib bordiganga va'da berdim. Yana 10 minutdan keyin u keldi. Undaq yaxshi-ku. U barin sağ bilan bilib boradiganga kelishib qo'ygan. Yaxshimishdi. O'zimni ishkiga bo'lamdim. Yana kelib, men seni oshxonamda qo'qiman. Keldik dinlar. Amisa, mushuna qilaylik. Rahmat sana. Xayr xo'sh. Xo'sh. Albatta shundoq bo'ldi. Keyin ko'rishaylik. Ma'qul. Tinchlikmi? Shundaqmi? Voy, Menimcha u keldi. Vaqtga bek rioya qiladi ekansiz. Tinchlikmi? Sherif qani? Mashinasidan azroq chatoq chiqib qoldi. Hozirlik keladi. Men Sherifning mashinasiga o'ltiray. Ishqillar, mang'ashtiringlar. Xo'sh.
Men sizni aytmagandim yoki siz menimi? Apo qiling Dilnar, bayağı telefon kelib qoldi. Aerodromga berib chet elliklarni kutib olgandikman. Shundaqmi o'dil kelib qolgan bormi? Shuni demamsiz. Hey, men keldim. Sherif, menga hilali telefon kelib qoldi. Aerodromga chiqadigan bo'lib qoldim. Kechiringlar, albatta, aslida Qizil Atirgul oshxonasiga borsam bo'ladi. Qarmamsizlar bu ishni. Asta. Bu qanchalik ishdi? Men bayat nimadan asraysizlar? Qizil Atirgul tamoxonasining xo'jayini Muhammad mening yaqin do'stim. Sen chet ellik mehmonlaringni xotirjam kuting. Shunday. Siz qandaq? Amsa, mayli. Ahlim, kelar qatim cho'qim biz bilan Qizil Atirgul oshxonasiga borsizmi? Albatta, albatta. Kelar qatim cho'qim boraman. Bu qatim amaliy qo'yib qoldi. Barinsa, sizlar beriveringlar. Mening azroq ishim chiqib qoldi. Men shuni qilib bitib, tezla boraman. Qandaq? Bo'ladamisa. Sherif, So'di saroyining oldida ko'rishmasak hisob emasmi? Shunaqa olsun. Bay bay. Xo'sh. Nima degan qiziq. Xo'sh. Nima bo'ldi? Ulardan burun sen berib olishing kerak. Chopsam bo'la. Buni kino studiyasining birinchilari yasab berdi. Yana dahi rasmga tortib oldi. Mana. Ko'r baqa, qanaqroq tushibdimi? Chanmabdi. Ular qanday? Ular kel. Tarkuchda. Bu yo'l bilan mansaq baldur yetib boramiz. Xo'jayin, kirim qilishga bak usta ekansiz, a? To'g'ri tushunishinglar kerak. Mushunda qilishim zarurdek qiladi. Bu men uchun intayin muhim. Xotirjam bo'ling, xo'jayin. Qalbingizda obdan tushunimiz. Biz sizga nihoyatda obdan moslashimiz. Qanday dedim, birodarlar? To'g'ri. Sen mening yaxshi yordamchim, Jumo. Yaxshi, kela. Sen-chu, So'di saroyini oldiga berib, ular bilan ko'rishgin. Men bu yerda ularni saqlab turay. Tushundingmi? Tushundim. Kelinglar, paxlan go'shtida atgan kebab. Yeli bormi desanglar yo'q deyman. Kelinglar. Paxlan go'shtida atgan kebab. Kelinglar deyman. Paxlan go'shtida atgan kebab. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Yig'naqosh. Sarangib qoldimi nima? Hay, ana, ovyadigan. Kechiringlar. Chiroyli bir yig'naqoshgan. Sizlarga qashlik qildim, ha? Kechiringlar. Qiz qadagina bu. Muhammad, men eng yaqin mehmonda ishkini kebab yeyishga keldim. Kebab yegilib keldinglarmi? Marhamat. Bu artist yo'ldoshni men taniyman. O'tiring. Muzikani qo'y. Ma'qul. Kelinglar. Biz yana ko'rishib qoldik, yo'ldosh Muhammad. Shundoq. Yem ichamiz. Men ishim. Qizchaqlar, bir taksida lampa qo'yamsizlar. Bo'ladi, yemigala uzun vaqt. Ma'qul. Dilnar, kebabchilar hozir tozliqqa ahamiyat beradigan bo'lib ketdi. Qani kelinglar, doğru dermekleri tetigan o'xshagan kebab. Qani kelinglar, o'xshagan kebab, o'xshagan. Muhammad, nima bo'ldi? Shim og'riyotdi. Tishing og'riyaptimi? Tishingiz og'rigan bo'lsa, doktorxonaga berib ko'rinib boqmamsiz. Hozir mening bir saboqdishim tish doktori. Texnikasimi xeyli yuqoridan, ha? Ajasiz. Tishim og'risa kuchab besib qo'ysa bilan o'ngishilib qoladi. O'ngishilib qoldi. Yana. Tishing halqiliq paytda tushib ketmisu yana. Xudo saqlasin degin, ha do'stim. Qani kelinglar, mehmonlar, paxlan go'shtida atgan kebab. Hali bormi desanglar yo'q deyman. Yeganlarning tilida qoladi, yemaganlar armonda. Qizil Atirgul oshxonasida paxlan go'shtida atgan kebobi. Qani kelinglar, mezli kebab. Dillar, u kimga o'xshaydi ekan? Olimga o'xshaydi ekan. To'g'ri, u bek o'xshaydi. Men buni bilsam o'xshdimi? Yo'q, ancha o'xshamaydi ekan. Agar u bugun kelgan bo'lsa yaxshi bo'ladi, isi. Menimcha, olim
Bundaq yer kelib, herkes kavap yemasmikin deyman. U kelaman deb va'da bergan. Siz olimning ancha suyumlik emasligini barbara sezib Nemishqa? Chunki u doim sizning yaningizda bo'lamaydi-da. Ha, kelinglar mehmonlar. Sig'i deyinglar, ha, sig'ida. Ha, kelinglar mehmonlar, kelinglar. Paqlan go'shtida afgan kebab. Bu kadın pişirirdi. Asta, qarang, uning tishi yana og'rishga boshladi. Tish og'riqi ashundoq turib-turibli qo'zg'aydi. Doktorga ko'rinsangiz yaxshi bo'ladi-da. Qurt yegan bo'lsa tatqizib eting. Yo'q. Sizlar berib kutib turinglar, ha? Men ishga kirib chiqay. Ma'qul. Yo'ldosh Muhammad, gapimga kirib doktorxonaga berib ko'rinib yiqing. Bo'lmayman. Mening tishim og'irmidi? Gelim og'riyotdi. Sen bag'o cho'qim shunday qilishing kerak. Yo'q. To'g'ri. Qandaqli bo'lsin doktorga ko'rinishingiz kerak. Sherib, ig'ir ko'may doktorxonaga olib baqsangiz bo'ladi. Shunday qilaylik. Yur, doktorxonaga boraylik. Seniz. Mashina chiq. Qanday qildim? Qanday qiladingiz? Doktorxonaga borsangiz davolab qo'yadi, shuning bilan og'rimaydi. Xudo. Bu yerda o'ltirib turing. Men saboqdishimni tepib kelay. Nomerni nereden oladi? Ol tarafda. Qandaq to'g'ri ishlatganda bek og'riydi ekan. Birinchi nomer. Meni chaqiryotdi. Chiqib kiray. Muhammad, qaranglar bu nima? Ha? Shilim. Ajab yaxshi, senda qolsizchimi? Bugun amal va ko'proq so'zlashgan umid paydo qildi. Rasma. Hey, u keldi. Chapsan bari. Muhammad, bu doktor. Tishingizni ko'rib baqsin. Ha, hozir og'rimaydigan bo'ldi. Og'rig'i butunlay to'xtab ketdi. Ras, to'xtab ketdi. Ras, rahmat sizga. Rasla og'rimadimi? Mana qarang. Mana. Biz ati ko'chib ketamiz. 1-2 kundan keyin olim shikkinglar bizni uyga berib o'ltirib kelinglar. Billa turgan vaqtinglarni ko'rib baqin ba. Men qalay. Bo'ladi, fursat bo'lsa, ha. Boya siz san'atkorlar binosiga ko'chimiz dedingizmi? Kayshi yo'lidagi kichik binomi? Yordamlashib beramdiq. Mening demoqchi bo'lganim, aqllaringiz yo'qmi? Siz kelgan bo'lsangiz-ku, men bak xushal bo'lardim. Biroq bizning dars keraklarimiz bak ko'p. Sizni charchitib qo'yamiz. Voy, xotirjam bo'ling, mening chaparmanlarim nihoyat ko'p. Odam va mashinadan hargiz ham qilmang. Ko'p rahmat. Olim shikkinglarning mehmon bo'lib ketadiganlarni uni o'qtirib qo'yay. Olimga? Unga hozirli o'qtirmizmi? Olim, bak aldirash odam. Uningga baldiroq o'qtirib qo'ymasam, ish chiqib qolarmikin? Bu ulguramdoq. Nemishqa ulgurmaydi? Yana 1-2 kun bog'i. Uni hozirli izdamsiz? Uning nadligini bilamsiz? U chet elliklar bilan birlamikin? Yo'q, Sheribning deyishicha, u qorlaylisi mehmonxonasida ekan. Balkim shundaqdir. Hozir nadligini bilmayman. Yaxshi, Sherib hargiz yolg'on aytmaydi. Lekin qorlaylis mehmonxonasining nadligini bilmayman. Ajab yaxshi. Siz yurtimizga yangi keldingiz. Nurg'un joylarni bilib ketmaysiz. Bugun akşam men siz bilan birga izdishib beray. Shunda qilsangiz g'obak yaxshi bo'ladi. Albatta shunday bo'ladi. Kechiring. Demoqchi bo'g'inim, bugun bek kechib qoldi. Sizdek bir qiz kechda yolg'iz bo'lsangiz bo'lmaydi. Meni birdan saqlab turing. Nemishqa qilib borasiz? Berib motosiklet tepkilay. Buni 2 kishilik motosiklet ekanligini ko'rmadingizmi? 2 kishilik motosikletga albatta 2 odam minadi. Bizmi 2 odam shundaqmi? Biroq birdan saqlab turing. Men ishlarni o'rlashtirib tepkilay. Ma'qul, tezroq keling amisa. Xotirjam bo'ling, yaqin yo'l bilan mangman. Xotirjam bo'ling. Ma'qul. Xo'jayin. To'xtanglar, ketib bo'linglar.
kunlarda sizlar jabhat atyapsizlar. Chunki men bu jabhat atyapman. Shunga sizlar mening xo'jayin, sizni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Siz hozir hayotingiz eng cho'ng ishni qilyapsiz. Kimni oladi? Tizla. So'raydi. Mana kel. Mening girim buyumlarim Sherifning mashinasida ketib qopti. Men necha minutdan keyin o narsani tepib kelishim kerak, ha? Men ikki odamning rolini ilib, shundoq yerib ketdim. Menga shu narsani tez suratda yetkazib berishinglar kerak, tushundinglarmi? Xo'jayin, burdingiz. Egrimni ko'tirish bera olasizlar. Ko'tirishmaymiz. Xotirjam bo'ling xo'jayin, sizning bu harakatlaringizni tushunamiz. Biroq bundan keyin eliq so'mkangizni elib olishda hargiz unutib qolmang. Avval birinchi ishni bitiraylik. Bo'lib harakatlaninglar. Harakatlanaylik. Bu qancha bu? 5 qo'y. Mana. Avo qalpoq. Mana. Bo'ldi. Qancha bo'l? Qara. 30. 40. Mana. Keneklab bo'ldim. Yaxshi. Mayli. Ko'zoynak olmoqchi. Ani. Ani. Aldama. Bo'ldi. Bo'ldi. Mana. Oyoq. Mana. Bo'ldinglarmi? Bo'ldi. Bırak tizlanlar. Oğa burul. Kademler baş. Nimancha cho'ng so'mka ko'tarib oldingiz? Bu Sherif kavob pishirganda ishlatadigan narsalar. Yana ko'mirmi bor? Ko'mirni so'mkaga selib oldingizmi? Albatta. Ammo ko'tirishga aplik isvasamni bo'ldi. Sizni men epmagandim yoki siz menimi? Albatta, men epmanman-da. Men degan o'g'il bola tursam. Vah! Qaltis. Motosiklet minishga hajab ustgansiz. Albatta. Qaltis saylaydigansiz. Men yana ot minishga usta. Men minadigan narsalar mohiri. Burun mushulab motosiklet minib taraf-taraf chopatdim. Ho, chiq o'ltiring. Balkim siz degan odam qolgandi. Men kirib surishtirib baqay bo'ladi. Siz mishani saqlab turing, ha? Ma'qul. Oyjon, yo'ldosh, hojatxona qayoqda, ha? Oyjon. Oldingizga menga burilsangiz, 101-eshik. Rahmat. Ha, yo'ldosh, u emas, 101-nomerlik eshik. Arzimaydi. Rahmat. Uning nima ishga ruxsat qilasiz? Uning qo'sig'i ag'irgan o'xshaydi, chiroy sarg'ayib ketibdi. Ko'mdingizmi? Asta, ayollarning kikan bu. Buni qanday qilqamdi? Baba, ki baqay. Dalkan. Endi kiring. Yo'ldosh, sizdan yordam so'ramoqchi edim. Menga ayiqingizni berib tura olasizmi, ha? Elishib qoldingizmi, nima? Yo'ldosh Alim, sizni muhim bir ish bilan istab kelgan edim. Nimachi tarlab ketdingiz? Boya bir stakan qahva ichgan edim. Shunga. Albatta, muhim ish bo'lmasa hargiz izlab kelmaydingiz. Men hozirlik kirib ketishim kerak. Shundaq, chetalik mehmonlar meni saqlab qoldi. Men bek altirash. Kechiring. Men sizning ancha ko'p vaqtingizni olmayman.
deb qo'yibla ketaman. Albatta. Ati uy ko'chmoqchi edik. Uy ko'chamsizlar? Uy ko'chsanglar men berib ko'chib berishim kerak-da. Biroq kechasi ko'chamsizlar yoki kunduzimi? Albatta kunduzida. Kunduzidan. Kechasi ko'chgan bo'lsanglar nihoyat yaxshi bo'ladi. Bizga hojatim tushmaydi. Siz xizmatingizni qilavering. Yakshanba uyga mehmon chaqirmoqchi edik, sizmi berib o'tirib keling. Yakshanba. Ha, bo'ladi, albatta bo'ladi. Reshatkadan qarasa nihoyat go'zal ko'rindi ekansiz. Dadingizning mansibi o'sgandi? Siz qanday bilasiz? Faraz qildim. Aldirash ishingiz yo'qdi? Albatta, biroq meningcha men Bu gapcha ishingiz bor ekan. Albatta, aldirash ishim davomli chiqavermas. Yaxshi. Men o'ylab baqay. Meni taklif qilganingizni men burunli bilgan edim. Qizim, bugun boshqacha yo'sinayapsan. Shundaqmi, dada? Varis bu yoqqa keling, ha. Qarang, bu lampaning nuri ko'zni chaqidi ekan. Oqshomni qanday qilamiz? Egizrak. Kunning lampasi ko'zingizga ta'sir qiladi, lekin o'rnitib bo'ldik. Qaytadan o'rintayli desak, Tezroq bo'linglar, tezroq. Avorchilik. To'qchi chaqirishimiz kerak. To'qchi nerdan topamiz? Ay, qarang, kim keldi? Keladiganligingizni biletdim. Yuring. To'xtang. Sizga bir narsa kelgan. Chiroyli ekan. Yana ba, mana. Yana ba. Voy, nima chiroyli. Tezlikmi. Bugun atigan bu binoni silishga qatnashgan bir do'stim meni ekskursiya qildirdi. Bu o'ylar xuddi yangi tikilgan kiyimga qadigan tuyumiga o'xshaydi ekan. Biroq bu chiroq toza bo'lmabdi. Rost deysiz. Bek aqlli yigitkansiz. Siz bularning xo'jayinimi? Voy, men sizni bir yerda ko'rganda qilaman. Opa. Ammo bir-biriga o'xshaydigan odamlar nihoyat ko'p. Burun biz sizni ko'rib boqmagan shundaq-ku, ha? Opa, birisiga o'xshaydigansiz da'vaman. Jahonda bir-biriga o'xshaydigan odamlar bek ko'p. Yordam kelgan bo'lsangiz, avval oshxonaning tokini o'rnitib bering. Hozir tok ishlatmoqchi edim. Men sizni boshlab chiqay. Mushiya shu. O'rni qayerda? Ma'qul. Chiqdimi? Somkangizni men tutib turay. Oy, somkangiz nimancha ig'ir? Saymallarimni hammasini og'ash kelgan edim. Oy. Sizmi shilab kiyamsiz? Ko'zoynakmi bor ekan texi? Akil. Yo'q. Baya og'an edim. Hozir hamma odam mushini kiydigan. Menmi davrga moslashay deb mushilabini oldim. Qandaq? Akil. Olimga teximi o'xshab ketdingiz. Kiyib yiqma ko'r baqay. Bo'ldi, chaqchaqa menga. Kiyimlarim maynat tursa. Aras, yakshanba kuni olim kelalam ekan. Bilmadim. Kammisa ko'nglingiz yerim bo'ladigan-da. U xuddi bir soyaga o'xshash. Cho'qim kelingjimi? Albatta. Biror muhim ishingiz chiqib qolmas? Yo'q. Men azaldan muhim ishim chiqib qoldi demagan-jumi? Men degan Muhammad. Kechiring. Siz degan Muhammad. Albatta, siz azaldan muhim ishim chiqib qoldi demadingiz. Biroq, lekin ishkanglar o'xshamas. Shundaq. Albatta, ikkimiz o'xshimiz. Biroq sizningcha men yiliqi Muhammad deganga, yo'q, olim deganga o'xshaydi ekanman, shundaqmi?
Мен күліпli yürüymen. Shundaq. Kulgan chaqda kayfiyat yaxshi bo'ladi. Men kulgan chig'imda bekmi yiqimliq bo'lib ketaman. Amisa, men sizning yaxshi ko'rgan odamingizganman-da. Nima degan qarang'i? Men chiroqni yondiray. Pah, nima degan ko'rkam? Qarang-a. Ikkimizmi tal bo'ldik. Men uçaman. Muhammed, meni tutib olmang. Aslida tushimkanda. Shundaqmi uxlagan bormi? Kechichi jo'yilib kulib chiqding. Men zodi uxlayolmadim. Muhammed degan kim u? Apa, bo'ldi so'ramang. Tush ko'ribdiman. Shundaq yaxshi uxladim. Oy, tang aytibdi. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Marhamat. Tinchlikmi? Mundaq ish. Bola milliy al-nag'mishlar bilan ko'rishsak dedim, men shuni boshlab keldim. Marhamat. Qani. O'ltiringlar. Qani. Tercümanın iş çıkıp gelip gelemedi. Dinler xanımne chet elçini yaxshi so'zlaydi deb anglab edik. Bugun tercümanlik qilib qandaq. Kechiring. Men yapon tili o'rgangan. Ingliz tili biladigan birisini tepib kelay. Sizlar o'ltirib turinglar. Kechiring xonim. Xato anglab qolgan o'xshaysiz. Bu yerda ingliz tili biladigan olim ismli tarjima yo'q. Boshqa yerni izlab beqing. Amsi Bo'ston mehmonxonasiga berib baqay. Olim deydigan ingliz tarjimonini izlaydim. Bizning tarjimonimiz Van Huyli ismli bir ayol yo'ldosh. Amsa Sherib ismli shofir bormi? Sherib? Ana, u keldi. Sherib, olimni izlaydigan muhim bir ishim bor edi. Nima ishdi? Uyimizga bir necha chet ellik mehmon kelgan. Tarjimon kerak bo'lib qoldi. Ular bu yerda undaq odam yo'q deydi. U yerda ishlaydi u. Mundaq ish. U yangi kelgach kishilar texi uni tanib olamadi. Lekin u chet ellik mehmonlar bilan turpan ketdi. Men sizga bir tarjima deb beray. Oh, yes. We like Xinjiang dance and music. Sizlardek san'atkor oilasidan intayin qoyillik his qildik. Xinjiangning hammali yerda kishini qoyil qilgudek naqsha, muzika, usullar bor ekan. Ada yakshanba agar manzirlik Bug'di ko'liga chiqib, o'yinlarni ko'rgan bo'lsak, to'limi yaxshi bo'ladi dedi. Mundaq bo'lsin. Dinar, siz o'makdagi Van idora boshlig'iga deb qo'ying. Bizning uyga bir kelib kelsin. Ma'qul. Men ularni mehmonxonaga o'rlashtirib qo'yay. Bo'ldi demsa. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Yürünglar. Bye bye. Thank Thank you. Yana kelasizlar, ha? Mening muhim ishim bor. Turing. Ko'rishaylik. Turing deyman. Bye. Jigit, o'ltirmang. Mening muhim ishim bor edi. Birdan o'ltirib men. O'ltiring. O'ylamabdiman. Muhammed xo'jayin ingliz tilini qo'ymabdan so'zlaydi ekansiz. Aqlli ekansiz. Nadikini? Qaysi chet el tili maktabida o'qigandingiz? O'zligimdan o'rgangan. Şirketinglar chet el bilan hamkorlashib qurgan shirkatmi? Hozircha o'zimiz mablag' selib qurgan. Hamkorlashish keyincha irodalikkansiz bir-birlab ishlash kerak.
Chet el bilan hamkorlashsalar, rivoj tepishi natayin. Shundoq. Qani uningdan eling, ha? Qani, buningdan tetib beqing. Necha yosh kirdingiz? 24 ga. Yoshkansiz, bolangiz bormi? Mening texil loyiqim yo'q. Voy, yigitkansiz-da. Anasi tavuz yeb turayli, sizlar chiqib, choy damlab kiringlar. Bo'ldi, avaraman. Qani tavuzdan eling, ha, eling. Rahmat. Sizga o'xshash yosh odam degan, mana menga o'xshash tortinmay, cho'ng-cho'ng elish kerak. Men tortinmayman. Sizmi mushukka amroqmi? Shundoq. U tak umoqqa. Voyjon, Dillarni saqlamamsiz? Bo'ldi, saqlamaysiz. Shundoq og'ir ketadi. Men doktorxonaga Meningcha bu yigit bo'ladigan iqtidorliq, yana jonliq ekan. Afsuski, uning nima ish qiladiganligini bilmaymiz-da. Voy. Bu shu yigitning somkisi. Voy, u pek jiddiyleşib ketdi. Echib qarab boqamda. Ossaq bo'lmas. Men qiziqib qoldim. Bo'lmasa, men achay. Keyin bizdan kuyovligimiz o'p qolamdi, texi. Qarab boqayli. Mana bu men olaman deb yurgan qalpoq. Ajab chiroyli qalpoqkina. Mana endi menga qaraganda qayir ko'rinib qoladigan bo'ldinglar. Sumkam. Asta. Birisi geldi. Somkine. Şirket geldiniz mi? Neymiş oldu? Mundaq ishdi, men somkamni unutib qolibman. Voyjon, Yana og'riyapman-da. Mana somkangiz. Shunday. Somkangizni chiqib beraylik deb turibman. Rahmat. Rahmat. Men qo'yday. Voy, Nima bo'ldi? qalpoq. Qalpoq? To'xtab turinglar, ha? Uchib berib egangni tepib ol! Qalpoq. Tog'a, Bu yerda tursan-ku, nimaga kelding? sizni o'g'li keldi. Meni? Ha, Buni nerdan topding? osmondan tushdi. Yura, endi qaytaylik. Yura. Yuring, men sizni ep olmay. Meni mushna olamma? Ha, bo'ldi, yura. Yana shuni. Bugun uni ajabmi katkazanmidik deysa? Nima ekan? Ko'r baqaychi. Bu ikkalan ajab o'xshaydi ekan. Ko'zoynak taqvog'ini oks o'xshamamdi. Sen buni tanimsan. Azroq taniyman. U bir arvoh. Buni ati Muhammadga topshirib beraman. Ati u kelmayman, tishimni ko'rsatkil doktorxonaga borman dedi. U o'yin qo'yotdi. Nima? U artistmi? Dada, apa, men aram olay. Dilnarning oxiri tanlagan eri kavobchi Muhammad bo'ldi.
Olim dinlarning tashlab etgan oshiqi, mavjud bo'lmagan g'alati maxluq. Men rastdan ishkinglarni aldam xaltanglarga tushibdiman. Aslida siz bir odam meni aldab yuribsiz-da. Kavobchi Muhammad. U o'ziga ishinib kelgan so'ltak. Men o'zimni sizga bir tonitib qo'ymaydigan bo'lsam. Kimni izlaysiz? Nima ish qilyapsizlar? Oshxonamizning tijorat ko'lamining kengayganligini tabriklayapmiz. Xo'jayininglar Muhammad bormi? Ha, u imtihon bag'il ketgan. Siz tanimsiz? Uyiga berib izlab baxtingizmi? Ha. Bu uning hujrasi. Qani. Bu suratni gazetdan kesib olgan. U oliy maktab bitirgan artist qizgan. Mening o'g'lim kavobchi. Cho'ng opa, oliy maktab bitirsimi o'xshashli odatdagi odam. Siz oliy maktab bitirgan. Oliy maktab bitirdingizmi? Siz tijoratchi emasmi? Sizningcha maskan emasmanmi? Yo'q, undaq emas. Men Cho'ng opa, sizning o'g'lingizni oliy maktab bitirgan bir qiz yaxshi ko'rishi mumkin. Muhammad, sizga hamroh bo'la olmaydigan bo'ldim. Yaqindan beri o'mikimiz yangi nomerlarni jiddiy repetis qilyapti. O'qishmaslikdan xoli bo'lish uchun bir ishni sizga aytib qo'ymoqchiman. Men xeyli burunla ko'nglimga birsini pukkan. U sayohat idorasining tarjimoni olim. Shuni yaxshi ko'raman. Mangu yaxshi ko'raman. Uning mal dunyosining qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, u faqat salohiyatini yo'qotmasala, uni mangu yaxshi ko'raman. O tepilg'usiz yaxshi qizgan. Biroq men bu bo'lish tegishli jarayon. Sen baxo, yeshini surtib, qaddini rusla. Uning so'ygini pak qilib, tashqi qiyofat emas. Uni izlab borman. Ha, agar bu o'yinni yuqoridan ko'tarishni bilsang, baq. Nega qochsiz? Men ya yo'lbos bo'lmasam, adab qoida deganni bilamsiz yo'q? Kiram, ishchi kiram. Sumkini men olay. Ahu yerda o'tiring. Sizga deb qo'yay kavobchi yigit, endi dillarning kayniga hargiz kirvoqchi bo'lmang. Turqingiz qarab beqing. Hey, beshingizni ko'tiring. Voy, portingiz yo'q-ku. Chechingiz sal o'sgan bo'lsa, sayohat idorasidagi olimga o'xshab qoladi ekansiz. Dillarchi, hozir olim bilan muhabbatlashyapti-da. Siz hargizmi olim bilan tang bo'lolmaysiz. O'ylab beqing. Siz jamiyatdagi qaysi tabaqaga mansub? Holiga beqib holtat, holtanga beqib untat degan gap bor emasmi? Siz nimani qilgan bilan yanali kavobchi? O'ylab beqing. Siz uning oldiga topgan pullaringizni tog'dek to'lab qo'ysingizmi? Siz baribir yanala kavobchi. Bir kavobchi qandaqmi olim bilan tang bo'la olsin? Gapimni anglang ukam, ko'nglingizni yerim qilmang. Navada Mehmet bilan olimda o'xshashli bir qalb bo'lsin.
qalb deganni kim ko'ra oladi, kim tuta oladi? Biroq dinlarning qalbini men bilaman. Uning qalbi menga o'xshash saxtiliqni har kim yoqtirmaydi. Uning ideyasi yangi qarashlar bilan to'lgan. Albatta, u Beijingdan qaytib kelgandan keyin texmi ilgariladi. Ta'lim berganingizga rahmat. Bek o'maq kelsiz. Men ketdim. Xayr, xo'sh. Mehmet. Sevimligim, onun nima dediniz? Sevimligim, o sizga o'xshash o'maqkan. Beshim qayib ketdi. Nima oldingiz? Ha? Nima oldi? Ikkinchi mehmon kelish oldida turyotdi. Ah, Xudo! Sherif, nima oldingiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buçu yer süpürüş hareketi. Yana bir qaytam qilinglar, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, to'xtanglar. Bu harakatni mundaq qilasiz. Ha, to'g'ri. Ha. Menga qaranglar, ha? Ha, qiling. Ha, to'g'ri. Qarang. Ha, bo'ldi. Dinar, Muhammad degan bir sizni sirtda saqlab turadi. Voycan! Onunga deb qo'ying. Men uni tonimayman. Der. Can durup sen şunçla ey ürümsün. Kaldırdım dervazı sırtıyda Muhammed'ni. Ben seni sevdim dilim. Hey, can dostum, bu yer ne yapıp yürüysen, ha? Cemil izledin, ha? Hey, gözünü aç. Yol mene tüm uflamsa, ha? Hey, tünügün bärensa 20 bilet ekipti. Bunu Dilnar beripti. O alim dostlarını ip bason depti. Rasma? U vago çetelikler oyun koydu ki. Men sana yeni bir xushxabarni aytay. Oyun tugaganda u sen alim bilan tansi o'ynaydi ekan. U ondan maxfiy yori olimni oshkorlaydi ekan. Mana bu sen alimning bileti. O'yinga bor. Olim. Olim. Bichora maxluq. O'zingni besavol. Sen nerede? Yo'q. Men hergiz olim bo'lmayman. Men degan Muhammad. Rost. Ha, o'zingni besavol. Men mo'ljarlab baqdim. Bu nayti apchil bir chora. Muhammad. Sen endi niqobingni echib etib, haqiqiy chiroyingni ko'rsatgin. Sana desam baqo, har qanday ishning vaqt soati bo'ladi. Mana bu pishqan qo'g'in peligida turmaydi. To'mirni qizig'ida so'q degan shu. Voy, bo'ldi qila. Men degan to'mirchi emas, men degan kebabchi. Gulnar, ajab o'zi yasinib ketdingizga. Kirdimi? Bu qandoq chash pason? Bu degan yangi pason. Nima, yarashmabdimi? Bu-chu yangi pason. Yarashibdi. Sizga bir xush xabar aytay. Bejonga o'qishga borar ekansiz. Xo'jayin shundoq dedi. Rasma? Men ishonmayman. Ishonmamsiz? Mana aeroplan bileti. Lavsroq? O keldi. Qo'lida bir dasta qizil gul ko'tarib keldi. Ko'zim,
O'zing qarayotdi. To'g'ri. O'zing qarayotdi. Ey, tez tushinglar! Sherif, nima deysan? Ey, bu yoqqa tushinglar! Ha, mana, yuringlar. Ha, Sherif. Do'stlar. Chapsan bo'linglar. Gullaringlarni yig'ishtirib, o'tirib beringlar. Chapsan bo'linglar. Nimishqa? Beringlar. Nima bo'ldi? Kira, man deyman. Nima qarabsan? Bo'ldi, xo'p. Sana desam bag'o, tansa bo'g'di kunida o'tkazilgan bo'ldi. Mehmonlar ketib bo'ldi. Faqat Dilnorlik qoldi. İdaredan Dilnorni ep berishga men bilan barin sani mas'ul qilibdi. Shunga sen Muhammad emas, olim bo'lgandan bug'da ko'liga chiqib, Dilnorni sen shu yerda saqlaysan. Yo'q, do'stim. Gapimni angla. Men uningga hammani ochiq deyman. Mana men Muhammad degan mana men olim deganlar hargiz mavjud emas deyman. Sen yana menga har ishning vaqt soati bo'ladi. Qo'g'in pissa, pilakda turmaydi. To'mirni qizig'ida so'q, u yoq so'q, bu yoq so'q. Bo'ldi, asonchima. Men ya qo'g'inchi olmasam, yana barin sami u ishni hozir qabul qilmaydi. Men ya barini sani olmasam, meni Dilnor qabul qilsa bo'ldi. Boshqa ish bilan ko'rim yo'q. So'g'rinda barin sami u hargiz tushunmaydi. Uning ustiga u hozir ishga qat. U bundoq zarbaga bardashlik bermaydi. Nima? Mening zarbamgami? Shundoq, men bo'ldi, sizlar aralashmanglar. Bu ko'yliging bek chiroyli ekan. Xuddi farishtaga o'xshab qolsan. Degan olimning yerkiga yana bir o't sepib qo'ydigan bo'ldi. Rasma, olim bordigan bilamdi. Xotirjam bo'l, Sherif atrofga ish qiladi. Voy, nega ketgandi? Deb saqlaylik. Sherif ketib qolmasa? Barisa, usuliq ish bilinglar, hozirlamaymiz. Voy, faqat jiddiyammidim. Sherif, sizga nima bo'ldi? Nimanda qasdaydaysiz? Xotirjam bo'ling. Dillarning usuli oxirga o'rnashtirilgan. Mening vazifam asosli artist bo'lgan ishkilani bexatar yetkazish. Ostaroq hayda, uzun tura. Ostaroq hayda. Voy, qadrligim, oz gap qil. Bardashlik baqir. Qadrligim, men gap qilmadim-ku. Ey, tinamay qoldim. Mashinani to'xtat. Harakat qilib olay. Putqonim uyushib qoldi. Mashinani to'xtat. Yolg'on so'zlama. Nima u putum qo'lim degan? Bunda qilaylik. Bayasizlar usulliq bo'l ishdinglar. Qistabmi, qag'andi, adab qilib olamizlar. Shunday qilaylik. Chapsan bu yoqqa o'tinglar. Tez kelinglar. Ma'qul. Birer uyni tepib shundan orqaga o'tinglar, Voy jon, voy. Putum. Voy jon. Mehmet, mana bu su. Su içme. Aldırmayış. Ben bir yer koyup koyayım. Sepetler altında aldırmayış sabunu. Tuncu qalay dedim. Yine 30 kilometre kaldı. Nima? Yana 30 kilometr bormi? Shundoq jinim do'stim, bardashlik bergin. Endi men bu yerga kirmayman. Kichikgina bir ish ta'sir qilsa, uxlayolmay aylanib ketaman. Shunga u ko'zimga qaraydi. Tez bo'l, ular keldi. Yo'q, men endi kirmayman. Muhabbet uchun, uni xalq qilmaslik uchun kira. Endi men bardashlik bermayman. Jinim do'stim, bardashlik bermasang zoti bo'lmaydi. Yo'q. Mashina manganda qopqoqni ichida tuftimi? Men bek chiroyli ekan. Bu yer nima degan go'zal?
Rastlı güzel manzarakan. Nima degan güzel. Beşalı eshik tiqib anladingmi? Sherif, kim bilan so'zlashyapsiz? Akala. Vah, shopirlar zamon berishib ketibdi. Boshqurg'ich bilan so'zlashyapsiz-ku deyman. Sherif degan gaz mashinani to'xtat. Boshqurg'ichinglar nimancha qo'pollik qiladi? Nimanda yo'lsiz odamsiz. Mashina ichida mehmon bor tursa, mashina xohlagancha to'xtasa qanday bo'ladi? Men sizga gap qilmadim, xonim. Men Sherif degan gazga gap qilyapman. Gaz, mashinani to'xtat. O'yjon. Rastali yo'lsiz odamkansiz. Mashinaning hozir xizmat ustida ketayotganligini bilmadingizmi? Sayohat idorasining kadrimish texi. Ey, Sherif og'ayna, yana texi ishki xonimlar. Men sizlarga rost gapni qilay. Men kavobchi Muhammad bo'laman. Muhammad? U bu yerda nima ish qiladi? Shundaq, Sherif meni mashinani orqasiga solab qo'ydi. Men sizlarga gapning o'chig'ini qilay. Mashinani tez to'xtatinglar. To'xtatinglar deyman. Mana endi qo'g'im pishib, peligidan uziladigan payt keldi. To'xtat. Bo'lmasa mashinadan o'zimni otaman. To'xtat. Men buni Muhammad degan men, olim degan mavjud emas. Yana bu narsalarning endi keragi yo'q. Hech qaysisining keragi yo'q. Yana Dilnar, sizni yaxshi ko'raman. Sizni tunji qatim ko'ribla ko'nglim tushgan edi. Men kavobchilik bilan iglik tikligan yosh. Siz bilan tanishgandan keyin muhabbatda o'zimni to'van ko'rib keldim. Oxiri ko'ni ko'z qarash ustidan g'alaba qildim. Men irodalik yosh. Turmushni qizg'in suyman. Meni yaxshi ko'ramsiz yoki nafratlanamsiz? İxtiyor sizde. Ağine, itonu berip dur. Ma'qul. Muhammad, nega borsiz? Uni qo'g'lay. Sherif! Suyimligim. Mana bu pishqan qo'g'im pirgib turmabdi. Temirni qisiq sovuq degan shu. To'xtat. Sen ba'g'o dillarni oxir qilib Muhammadning kaynidan qo'g'la. Cho. Muhammad, to'xtab turing. Muhammad, men sizni yaxshi ko'raman.